Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Sog'lom turmush klinikasi 2026-yil 6-aprel kuni Toshkent shahridan kelgan bemorlarimizdan biri Ahror Qo'shmatov. Diagnozi oyoq nervining jiddiy shamollashi bilan bizga murojaat qilib kelganlar. Hozir bemorimizning o'zi bilan suhbatlashamiz. Qanday natijalar bo'lganligi haqida. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum bizni tomosha qilib turgan qora ko'zlar, qora qoshlar. Men Ahror Qo'shmatov. O'zingiz bilasiz, men teleboshlovchiman, turli xil shoularni olib boraman. Biz xizmat safarlarida juda ham ko'p bo'lamiz. Bu xizmat safarlar har doim bir katta zallarda yo studiyalarda bo'lmaydi. Ko'pincha biz ochiq maydonlarda, shu sahnalar ham baland joylarga qo'yilgan sahnalarda ishlaymiz. Ba'zida issiq bo'ladi, ba'zida sovuq bo'ladi, ba'zida shamolda qolib ketamiz. Shunday kunlarning birida Samarqand shahrida bitta o'sha dom qurilishining reklamasiga tushdim. Ana shu reklama tushadigan kunimiz havo juda ham qattiq sovuq edi. Biz endi o'sha sovuqni yo'qotish uchun yonimizga ko'chma haligi isitish moslamasini olib kelib qo'yishdi. Bu tomondan issiq urib turibdi, bu yoq tarafdan sovuq urib turibdi. Xullas bir 40 minut o'sha joyda tasvirga tushgandan keyin o'tirgan holatda gapirgan edim bu yerda. Shu turaman desam, o'ng oyog'imda juda ham kuchli og'riq his qildim. Oyog'imni bosa olmay qoldim. Hamma hayron qoldi. Yonimdagilar ham nima bo'ldi deb oyog'imni qimirlatish iloji yo'q. Shu yerda darrov doktor chaqirishdi, o'sha tez yordam chaqirishdi. Tez yordam og'riq qoldiruvchi ukol qildi. Go'yoki hammasi o'tib ketgandek bo'ldi. Bo'ldi, endi shunchaki o'sha kuni shunaqa bo'pti desam, ertasi kuni yana undan kuchliroq og'riq bo'ldi. Undan keyin yana tez yordam chaqirdi, yana ukol oldim. Endi xizmatlarim juda ham ko'p edi, to'y hashamlar, konsertlar, to'xtash iloji yo'q edi. O'shaning uchun menga o'sha shifokorlarga, nevrolog shifokorlarga murojaat qildimki, menga o'sha davolanish kursini yozib bersanglar, men o'sha mehmonxonada bo'lamanmi, uyda bo'lamanmi, qayerda bo'lsam shuni olib tuzalib ketay yo'llar aka dedim. Keyin ular menga har xil dorilar yozib berishdi. Ularning orasida o'sha xalq tilida aytganda osma ukollar bor edi, shu tumbadan oladigan ukollar bor edi, ba'zi bir tabletkalar bor edi. Shularni davo sifatida qabul qildim. Bir haftacha yurdim, lekin og'riq qolmadi. Ya'ni vaqtinchalik og'riq qoladi, u ham xuddi og'riq qoldiruvchi ukolga o'xshab ta'sir qilyapti ular ham, lekin og'riq tugamayapti, to'xtamayapti. Va o'sha shifokorlarni o'zi ham, o'sha tez yordamdan kelgan shifokorlar ham ogohlantirishdiki, Ahror aka, bunaqa ahvolda ko'p yurib bo'lmaydi. Og'riq qoldiruvchi dorilarni ko'p olsangiz, bu oshqozonga zarar, bu o'sha buyraklarga zarar, sahrni oshirib yuboradi, shunaqa yomon taraflari bor. Yaxshisi yotib davolanish kerak degan taklif berishdi. Ochiqini aytganda, to'g'ri kelgan klinikaga yotgim kelmadi. Haqiqiy professional o'z ishini ustasini topish uchun YouTube'ga kirdim. YouTube'da shu mana shu kasallik haqida yozganimda doktor Jalilov haqida ma'lumotlar kelib chiqdi. O'sha ma'lumotlarni o'qib, odamning fikrlarini eshitib, o'zining bir dunyoqarashiga, o'zini metodikasiga ega, demak, olim shifokor ekanligiga ishonch hosil qilgandan keyin mana shifoxonaga keldim. Mana bo'lgani shu. Kelganimcha bo'lgan vaziyat. Bizning klinikamizga kelgan paytingizda shikoyatlaringiz qay darajada edi? Qanchalik yaxshilandi? Xo'p, kelgan paytimda oyog'imni sudrab bosayotgan edim. Bu ahvolimdan o'zim uyalib, o'sha hamshira qizlardan ham odamlar kam bor paytda chiqaylik, kimdir endi ta'sirga olib chiqarib yormasin, oyog'ini urib sindirishibdimi degan har xil gaplar chiqib ketib qolmasin deb har xil xayolga oyog'imni sudrab bosayotgan edim. Og'riq nihoyatda kuchli edi. Yo'q, doktor Jalilov qabul qildi, ko'rdi va birinchi aytgan gaplari o'sha hamma MRT, MCTK, o'sha hamma tekshiruvlardan o'tganimdan keyin o'sha qand miqdorini o'lchashga ham topshirdim. Hamma analizlar chiqqandan keyin doktor Jalilov shukrlar mundoq ko'rdilarda, menga qarab, endi xafa bo'lmaysiz, biz sizni 18 yosh qilib qo'ya olmaymiz degan gapni aytdilar, ruhim tushib ketdi pastga. Kasalim jiddiy shekilli, haligi harakat qilamiz, lekin haligi tuzalishga garantiya yo'q deyaptilar shekilli desam, ozgina pauza ushladilarda, lekin 16 yosh qilib qo'yamiz dedilar. Keyin kulgi ko'tarildi, o'zim ham kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Aytdilarki, Ahrorga qo'rqmang, bu juda ham biz uchun oddiy kasal. Bunaqa bu yerda mana e'tibor bergan bo'lsangiz, sezgan bo'lsangiz, bundan murakkab kasalliklarni davolaymiz. Xudo xolasa sizni oyoqqa qo'yib yuboramiz. Biz aytgan o'sha davolanish protsesidan o'tsangiz bo'ldi deyishdi. Yaxshi kayfiyatda boshladik. Doktor Jalilovning 100% tabiiy nutrientlardan qaysilaridan foydalandingiz? Qanaqa
samaralar berdi. Xo'p, endi zo'r bo'g'in, jon quvvat, pankreat kabi demak bir qancha o'sha qo'shimchalardan foydalandim. Endi men o'zim jurnalist bo'lganim uchun, o'zim internetni yaxshi tushunganim uchun ochig'ini aytaman, buni doktorni o'ziga ham boya aytganimda o'zlari ham kulib yubordilar. Men hammasini tarkibini o'rganib chiqib, endi hozir nima rivojlangan? Sun'iy intellekt rivojlangan. Sun'iy intellektga kirgizib, buni qanchalik real narsa ekanligini aniqlashga harakat qildim. Sun'iy intellekt ham juda yuqori baho berdi. Men o'ylamagan o'simliklar, men o'ylamagan davolar ham bu yerga kiritilgan ekan. Men bir narsaga qoyil qoldimki, aynan bitta a'zoga urg'u berilmagan. Mana shu dorilarning hammasida aynan o'sha a'zoga foydasi tegadi, lekin bir paytda o'zida ham miyaga, ham ichakka, ham oshqozonga, ham buyrakka, hamma joyga o'sha quvvat bo'ladigan, o'sha qanaqadir davo bo'ladigan qo'shimchalar qo'shilgan ekan. Xullas, mukammal deb javob beryapti sun'iy intellekt. O'shaning uchun men o'sha biz tomosha qilib turgan tomoshabinlarning orasida menimcha sun'iy intellektdan foydalanadigan juda ham ko'p. Bemalol mana shu dorilarning tarkibini kirgizib ko'rish kerak. Endi nomini yozsanglar chiqmasligi mumkin. Lekin agar rasmga olib, tarkibi nimalardan iborat ekanligini rasmga olib sun'iy intellektga kirgizadigan bo'lsanglar, juda ham bir ijobiy ma'lumotlarni olasizlar. Hozir mana adashmasam bugun 7-kun. Natija yaxshi, og'riqlar chekindi. O'zimni juda ham tetik his qilyapman, yaxshi his qilyapman. Uyqularim yaxshilandi. Asablari joyiga keldi. Juda qattiq charchagan ekanman, o'zimga sezilmagan ekan. Davolash protsessi yaxshi ketyapti. Bizning klinikamiz haqida taassurotlaringiz bilan gapirib bersangiz. Xo'p, taassurotlarim haqiqatan ham bu yerda og'ir ahvoldagi bemorlar juda ko'pligini ko'rdim. Ya'ni kelayotgan, meni kasalim haqiqatan bu yerga keladigan kasallik emas ekan. Birinchi qanaqadir o'zimda bir uyalishga o'xshagan narsa ham bo'lib ketdi, chunki bu yerda juda ham og'ir bemorlar bor ekan. Ayniqsa shu epilepsiz yo'nalish bo'yicha davolanayotgan bolajonlar, yosh katta odamlar bilan gaplashdim, suhbatlashdim. Endi hammalar tanishadi, ikki og'iz bo'lsa ham gaplashishga harakat qilishadi. Va doktor Jalilov haqida ulardan faqat iliq gaplar eshityapman. Ya'ni hattoki o'sha xorazmlik bir bemor bilan gaplashib qoldim. 25 yil davomida o'sha epilepsiyasidan qiynalgan ekan. Mana shu doktor Jalilovni klinikasiga kelib, shu 10 kunda shu davo topdim. 25 yil davo topmagan narsamga. Hattoki o'sha Toshkentda ham MRTlar ko'rsatmagan edi. Bularni MRTsi ham boshqacha ekan, bularda o'sha programmalar boshqacha ekan. Ya'ni ham keyinroq tekshirar ekan qon tomirlarni, o'sha miyadagi faoliyatni. O'sha Toshkentdagi doktorlar topolmagan kasalligimni topib, o'shanga davo topishdi dedi. Endi epilepsiz oddiy kasal emas. Epilepsisni mana guvoh, men tuzalganman shundan degan insonni o'zim ko'zim bilan ko'rib, eshitganimdan keyin men doktor Jalilovga yana bir karra qoyil qoldim. Bu yerdagi o'sha bemorlar bilan gaplashsangiz, hammalari o'sha birinchi o'rinda doktorni yaxshi psixolog ekanligini gapirishadi, ya'ni kayfiyatni ko'tarishini, kelajakka umid berishini, suhbatlashganingizda o'zida odam bir kayfiyat ko'tarilib, umid paydo bo'lishi, eng og'ir kasallarga ham demak qo'rqmasdan o'sha qo'l urib oyoqqa qo'yyapti ekanlar. Mana buni faqat kelib ko'rish kerak. Meni hayratga solgan narsa, bu yerda xorijdan kelgan odamlar juda ham ko'p ekan. O'sha yaqin xorijda mana Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Kavkaz davlatlaridan, bu yoq o'sha Checheniston, Ozarbayjon, Dog'iston, bu yoqda Qrim tatarlarini ko'rdim, Astraxanlik qozoqlarni ko'rdim. Xullas, hattoki Xitoydan ham kelib davolanishdi, hamshira qizlar kulib gapirib berishdi. Tilni bilmaymiz, lekin jo'natvordik davolatib deb gapirib berishdi. Ochig'i hayron qoldim. Xullas, agar sizda o'sha nerv bilan bog'liq, mana shu aytilgan kasalliklar bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, ikkilanmasdan kelishinglarni tavsiya qilaman. Rahmat. Bizning klinikamizdan bunaqa katta natijalarga erishganingizdan juda ham xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.